Kishilik huquq tashkilotlari Prezident Trampdan Xitoyga besim ishlatishni talab qildi. Kishilik huquq komitetining muavin raisi Sandar Jolli va Tanzin Dorjin Xitoy hukumatining xitoylashtirish harakati orqali Tibet va Uyg'urlarning madaniyati, ularning diniy e'tiqodini yo'qotishga urinib kelganligi uchun Prezident Trampning Xitoy ziyoratining kun tartibida diniy erkinlik va mahbuslarni qo'yib berish masalasi oldingi qatorda turishi kerak degan. Uyg'ur saqchilar tuqqanlarini Xitoyning bostirishlaridan qo'g'dab qololmadi. Xitoyga ishlayotgan Uyg'ur saqchilari va Xitoyning bexatarlik sohasida ishlayotgan Uyg'urlarning tuqqanlari Xitoyning Uyg'ur musulmonlarini bostirish harakati qatorida turma va tarbiyalash o'rinlariga qamalgan. Sharqiy Turkistonning Yangisar nahiyasidan bo'lgan ismini oshkorlashni xolamagan bir shohid o'zi biladigan bir qancha saqchining oilasidan singlisi, inisi so'laqti ekanligini oshkorlagan. Dünya Uyg'ur qurultiyi 6-navbatlik vakillar qurultiyining tayyorlik xizmatlari oxirlashdi. 5-noyabr kuni 6-navbatlik favqulodda qurultay tayyorlik komitetining oxirgi telefon yig'ini chaqirilib, tayyorlik xizmatlarini to'liq xulosalagan. Navbatdagi qurultayga 20 dan ortiq davlatdan 130 dan ortiq vakil qatnashmoqchi bo'lgan. 6-navbatlik qurultay 2017-yili 11-oyning 10-kunidan 12-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilmoqchi bo'lgan. Tayvanning urush aeroplani yo'qolib ketdi. Tayvanning 2000 Mirage tiplik bir urush aeroplani Xitoy dengizida uchish vazifasi o'tayotib ushtumtut yo'qolib ketgan. Tayvanlik aloqador amaldorlar urush aeroplani bilan bo'lgan aloqaning aeroplan aerodromdan qo'zg'alib yarim soat o'tgandan keyin uzilib qolganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trampning Xitoyga qilgan ziyorati diqqat qo'zg'amoqda. Amerika prezidenti Donald Trampning Osiyodagi 5 davlatga qaratgan ziyoratining 3-bekiti Xitoy bo'lib, bu ziyorat xalqaroda kuchli diqqat qo'zg'amoqda. Nurg'un kuzatuvchilar uning Xitoydagi ziyoratiga qarab turib, Tramp hukumatining Osiyoga qaratgan siyosatini faraz qiladi ekan.